Yer yuzidagi eng past nuqta bo'lmish O'lik dengiz qurib bormoqda. Dengizning tashqi maydoni so'nggi 50 yil ichida taxminan 3dan 1 qismga qisqardi va uning tuz bilan qoplangan qirg'oqlari endi o'zgarishlarning tez suratida dalolat berib turibdi. O'ta sho'r suv havzasi sayyohlarning asosiy diqqatga sazovor joyi. O'nlab yillar davomida yiliga taxminan 4 futga 1,2 metrga kichrayib bormoqda. Bunga sabab iqlim o'zgarishi keltirib chiqarayotgan issiqlik va odamlar tomonidan amalga oshirilayotgan konchilik faoliyati. O'lik dengizning asta-sekin yo'qolib borishi turizmga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yer osti jinslarida cho'kishlar va yoriqlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Buni ekologik falokat deyish mumkin demoqda ekspertlar. Laosdagi qutqaruvchilar kuchli yomg'ir va ko'chkilar sababli bir hafta davomida qolib ketganidan keyin suv bosgan g'or ichida tirik topilgan 5 kishini qutqarishga umid qilmoqda. Ular bilan birga bo'lgan yana 2 kishi bedarak yo'qolgan. Ushbu 7 kishi markaziy Haysombaum viloyatidan bo'lgan va oltin konlari hamda yovvoyi tabiatni qidirish uchun g'orga kirgan qishloq ahli guruhining a'zolari edi. Biroq g'orga kirish yo'li to'silib qolgani sababli ichkarida qolib ketishgan. Qutqaruvchilar tomonidan bo'lingan kadrlar g'or g'avvoslarining deyarli butunlay suv bilan to'lgan tor loyqa yo'laklardan emaklab o'tayotganini ko'rsatadi. Yer osti chuqurligiga cho'zilgan g'or tizimi juda tor bo'lib, ba'zi kameralarning kengligi bor yo'g'i 30 santimetrga yaqin keladi. Finlandiyalik mutaxassis qutqaruvchi g'avvos Mikko Pastinning aytishicha, qutqaruvchilar g'or ichidagi yuzlab metr masofadagi doimiy cheklovlar, toshqin suvlari, qulash xavfi va havoning yuqori darajada ifloslanishi xavfi bo'yicha harakatlanishi kerak edi. Washington shtatidagi qog'oz va qadoqlash zavodida kimyoviy sisternaning qulashi fojiaga sabab bo'ldi. Yong'in xavfsizligi rasmiylarining ma'lum qilishicha, Washington shtatidagi qog'oz va qadoqlash korxonasida xatarli moddalar, jumladan kimyoviy tozalash vositalari bo'lgan katta hajmli sisternaning bosim ta'sirida obyektning o'z ichiga qarab qulab tushishi oqibatida kamida 1 kishi halok bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan va yana 9 kishi bedarak yo'qolgan. Fransiya va Yevropaning katta qismini qamrab olgan jazirama tarixga kiradi, deydi fransuz sinoptiklari. Mamlakatning ba'zi hududlarida havo harorati 39 darajagacha yetishi mumkin. Qo'shni Buyuk Britaniya poytaxti Londonda seshanba kuni 35 daraja issiq qayd etildi. Britaniyaliklar kuzatuvlar tarixidagi eng issiq may oyini boshdan kechirmoqda. Parijda ba'zi sayyohlar issiq ob-havo tufayli o'z rejalarini o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yozda Angliyada jazirama qariyb 1,5 ming kishining o'limiga sabab bo'lgan. Mutaxassislarning aytishicha, hukumat favqulodda issiq ob-havo davrida turar joy va tijorat binolarini kamroq xavfli qilish uchun ularga oid uzoq muddatli chora-tadbirlarni ko'rib chiqish kerak. Hozirgi jazirama to'lqini favqulodda vaziyatlar hisoblanmaydi, dedi fransuz sog'liqni saqlash vaziri va shu bilan birga mamlakat aholisini xavfsizlik bo'yicha tavsiyalarga amal qilishga chaqirdi.